juda chiroyli oqshom bo'ldi. Mazza qildim, rahmat. Shunga arziysan-da. Baribir siz bilan dam olish boshqacha-da. Bugun meni yana qarzdor qildingiz. Qo'ysang-chi. Ayrim beodoblar bilan gaplashsam, darrov suykalib ketishadi. Siz unaqa emassiz. Sen ham shunchaki o'zingni berib qo'ymaysan. Sal pastroq kelsam, bosib ketishadi-da. Yaxshi, ehtiyot bo'lganing yaxshi. Murod aka, yana qachon mol olib kelasiz? Yaqinda boraman. Yaqinda olib kelaman. To'g'risi, men ham olib ketayin demoqchi edim. Umuman olganda menga farqi yo'q. Olib ketsam olib ketaveraman. Agar siz yoningizda ko'proq bo'lsam, sizdan ko'proq narsalarni o'rganaman-da. Asta-sekin o'rganasan. Xo'p, uyingga tashlab qo'ying. Yo'q, men shoshayotganim yo'q. Lekin men shoshyapman-da. Hali men bolalarimni ko'rganim yo'q yo'ldan kelgandan beri. Ha, mayli. Bo'pti bo'lmasam. Unda yana xabarlashamiz. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil, ko'rishamiz. Xo'p, rahmat. Bahrom uni och bo'ri degandi-yu. Hech ham bunaqaga o'xshamayapti. Jilovini osonlikcha tutqazadiganlardan emas. Lekin aynan men bob. Puli bor, g'ururi, kelajagi bor erkak ekan. Yana Toshkentda 15 ta do'koni ham.